Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida vafot etgan o'zbekistonlik fuqaroning jasadi Yangiyo'lga olib kelindi. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Favqulodda vaziyatlar vazirligining tezkor raqamiga fuqaro S. Gaibova tomonidan kelini Yu. Sergeyevaning Sankt-Peterburgda vafot etganligi va uning jasadini O'zbekistonga olib kelishda amaliy yordam so'rab murojaat bo'lgan. Ushbu holat yuzasidan tegishli vazirlik va idoralarga ma'lumot yetkazildi. Rossiya hamda O'zbekiston hududlarida bir qator tadbirlar amalga oshirildi, deyiladi xabarda. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi, O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi hamda Toshkent viloyati hokimiyatining birgalikda amalga oshirgan sa'y-harakatlari evaziga marhumning jasadi 14 aprel kuni 6:30 da Toshkentga olib kelindi. Shundan so'ng jasad Sog'liqni saqlash vazirligining maxsus avtomashinasida Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumaniga yaqin qarindoshlariga yetkazib berilgan. Dafn marosimlari mahalliy hokimiyat organlari bilan birgalikda tashkillashtirildi.